Dadam puli yo'q, o berolmaydilar. To'xta, voy esim qursin. Aka, mana bu oyga biznesdan ulushingiz. Beraman deb esimdan chiqib qopti. Buni olib qo'yasiz. Urra, endi dadamga pullar bor. Yes, endi qo'g'ircha olamiz. Uka, o'zingni oilang, bola chaqangga ishlatsang-chi. Aka, oilada barakani bir kishiga berar ekan. Sizni, opa-ukalarimizni ham rizqini menga qo'shib beryapti. Aytganday, bu opamniki, bu ukamniki. Ularga ham siz berib qo'yasiz. Siz bersangiz boshqacha bo'ladi. Ukajon, joning omon bo'lsin. Ja, o'ylamang. Unaqa sizni yaxshi ko'rganimdan emas. Pul topayotgan odam aka-ukalarga ziqnalik qilib bermasa, barakani undan olib oiladagi boshqa birontasiga berar ekan. Barakam o'zimdan ketib qolmasin deb beryapman. Bo'pti. Boringga shukr ukam. Kichkinaligida bir mayizni bo'lib yegan aka-uka, opa-singillarni ulg'ayganda dunyoni bor boyligi ham ularni jigarchiligini uzolmasin deganlar bitta like bosib qo'yamiz. Aka, uka, aziz opa, singillarim